Temur aka g'alaba bilan tabriklayman. O'yin haqida fikrlaringiz? Assalomu alaykum. Albatta, birinchi navbatda butun jamoani, muxlislarni, Namangan xalqini g'alaba bilan tabriklayman. Albatta, derbi baribir o'zini o'yinda ham ko'rdilaring darajasini ko'rsatdi. Xudoga shukr, g'alaba qozondik. Kelgan muxlislarga rahmat aytaman qo'llab-quvvatlagani uchun. Yaxshi dalda bo'ldi, yaxshi o'yin bo'ldi. Xudoga shukr, ularni xursand qildik bu safar. Va albatta futbolchilarimga ham tabriklayman, yaxshi harakat qilishdi. Albatta o'yin ko'p xatolar bo'ldi, yaxshi vaziyatlar ham bo'ldi. Bugun o'yin ikkala jamoa ham g'alaba uchun borini berishdi. Xudoga shukr, bizga nasib qildi. Va davom qilamiz, keyingi o'yinga tayyorgarlik ko'ramiz. Albatta Andijon jamoasiga ham omad tilayman keyingi uchrashuvlarda. Biz tayyorgarlikni keyingi uchrashuvga qaratamiz. Rahmat. Bahrom kimda sog'lami? Temurga Zabir Xilorullayev holat qanaqa? Qo'rg'osida ikkita singan deyishdi. Ozgina vaqt oladi. Bo'lib turadi. Endi futbolda travma bo'lib turadigan narsa. Endi vahimaga joyi yo'q. Biroz vaqt kerak. O'ylaymanki, u ham sabr qaytadi, qolgan futbolchilar ham sabr qaytadi. Chunki har bir futbolchining o'rni bor. Va yana bir marta hammani g'alaba bilan tabriklayman. Juda emotsionalniy, qiyin uchrashuv bo'ldi har taraflama, chunki baribir Andijonni oson emas o'ynash va hozirgi vaziyatdan kelib chiqib bilardik, Andijon borini tashlaydi. Biz ham yaxshi harakat qildik, kutdik imkoniyatimizni va Xudoga shukr oxirida nuqtani qo'ydik va g'alaba bilan ketyapmiz. Rahmat. Sonlami? Mahmud. Temur aka, hozir ba'zi yetakchi klublarimiz o'sha Eron chempionati legionerlarimiz bilan shartnoma tuzishga harakat qilishyapti. Agar Tiflodan musobaqa kelsa, yoki Paxtakor, Andijon, Nefchi, Navbahorga ayni paytda himoya chizig'ida muammolar bor. O'sha ketma-ket navbat bilan jarohat olyapti, aynan markaziy himoyada. Deylik, Musom Ashurov safga qo'shib olish. Siz uchta jamoani aytdingiz, bizni qo'shish kerak edi. Biz ham harakatdamiz, biz ham gaplashyapmiz har bir futbolchi bilan. Albatta har bir futbolchi, har bir jamoani kuchaytiradigan futbolchilar. Nasib qaraymiz, bu narsa ustidan ishlanyapti. Qolgani o'sha bolalar tanloviga qoladi. Temur aka, bugungi g'alabani 6 ochkolik deb hisoblaysiz? Endi 6 ochkolik demagan bo'lardim. 3 ochkoni oldik, chunki o'yinlar hali ko'p. Kim qaysi o'rinda bo'ladi, nima bo'ladi, biz keyingi uchrashuvga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Har bir uchrashuv muhim deb o'ylayman, chunki aynan bizga, chunki ko'rib turibsizlar, baribir yangi jamoa, yangi futbolchilar bor ishlaydigan narsa. Lekin o'yindan o'yinga o'ziga ishonch ham, o'yin ham yaxshi bo'lyapti. Eng asosiysi shu. Shuning uchun buni oxirida ko'rsatadi. Agar Andijon tepada bo'lsa, значит 6 ochkolik bo'lgan. O'sha hozir bu narsa deyish qiyin. Что принципиально derbi, endi biz endi bir paytlar Nefchida o'ynaganimda Navbahor, Andijon bilan derbini sezardim. Keyin uzoqlashgan ekanman. Qo'qonda o'yin bo'ldi. Albatta Andijon bilan Nefchi bilan darajada emas, baribir Qo'qon bilan to'qnashuv. Lekin bugun ikkala muxlislar ham birinchidan yaxshi muxlislik qildi va daraja ham sezildi. Mahmud. Derbi o'yinlarida gollar kam bo'ladi. Bugun o'yinda sezarding o'sha bitta gol o'yin taqdir. Endi gol kam bo'ladimi, ko'p bo'ladi. Eng asosiy derbida baribir g'alaba qozonish. Albatta hech qaysi jamoa yoki futbolchi yutqizgisi kelmaydi. Ko'rganingizdek, oxirgacha ikkala jamoa ham kurashdi. Minimum imkoniyatdan foydalanishga harakat qilishdi. Biz prinsipiy standartdan olib ketdik, kutilmaganda ularga biz kutgandek, chunki harakat qildik, to'g'ri yondashdik. Sog'lami bormi? Oxirgi savol. 6 tur yakuniga yetdi. 6 tur yakunidan ko'ra ikkinchi davrada qaysi chiziqlarni kuchaytirishni rejalashtirdingiz? Endi ikkinchi davragacha hali vaqt bor, o'zimiz bilib turibmiz-da, hali vaqt bor. Eng asosiy albatta bilasizlar, baribir o'z maydonimizda o'ynamayapmiz. Chempionat boshlagandan beri deyarli safardamiz. Toshkentdan bu neytralniy zona. Bir tarafdan bu ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Chunki baribir uyda bu yana ham doполнительный
kuch bo'ladi har taraflama. No, unga qaramasdan albatta muxlislarimiz kelyapti, qo'llab-quvvatlayapti. Baribir o'zini stadion. Bu ham bilamiz vaqtinchalik. Lekin buni ham esdan chiqarmas kerak. Hali biz har bir o'yin yo vyuzdamiz yoki neytralniy zonadamiz. O'shaning uchun Xudoga shukr, kerakli natijalarni qo'lga kirityapmiz.